Assalomu alaykum azizlar, qarshingizda mana shunaqa Spark Premier. Adashmadinglar azizlar, Spark Premier. Bu mashina zamonaviy Spark desa ham bo'ladi. Bizlarni Sparkimizdan keyin chiqqan Spark, afsuski bizni, ya'ni Chevrolet tomonidan ishlab chiqarilmagan. Bu mashina nimasi bilan farqlanadi? Boshqa kuzovda chiqarilgan, yengilroq, qattiqroq, chaqqonroq mashinada ko'p zamonaviy texnologiyalar mavjud. Jumladan zavoddan mashinaga mana shunaqa lupalashtirilgan faralar keladi. Mana bunaqa ko'rayotganinglardek o'zini qoraytirilgan, ya'ni xromlari mavjud. Hamda mashinada zamonaviy bo'lgan mana bunaqa parktronik deymizmi, palasalarni o'qishi, kruz kontrol ayrimlarida, ya'ni tepasida lyuklari ham bor. Bu mashinada hattoki burilish chiroqlarini yoqqaninglarda mana bunaqa narsalarda, ya'ni mashina borligini, yo'qligini ko'rsanglar bo'ladi. Hamda mana bunaqa kalitsiz mashinaga kirish imkonini beradigan tugmachalar ham bor. Hamda tepasi zavoddan, ya'ni qoraytirilgan. Orqasida nimalarni ko'ramiz? Spark degan yozuvni ko'ramiz, kameralarni ko'ramiz, qoraytirilgan Chevrolet degan logoni ko'ramiz, hamda Premier degan yozuvni ko'ramiz. Afsuski mashinada gulishiter ko'rinmaydi, zavoddan shunaqa. Mashinaga 16-razmerdagi diskalar, ya'ni zavoddan taqdim etiladi. 195 ga 45 16-razmerdagi diskalar. Mashina juda ham chaqqon, juda ham zo'r, zamonaviy narsalarni ko'pi mavjud. Aytganchangizlar, himoya yostiqchalari bu mashinada salkam 10 ta. Ya'ni hozirgi vaqtga qadar bu mashinalar qancha narxni tashkil qiladi, qanchadan sotilyapti, hozir ko'ramiz. Mashina 2021-yilgi model, 39600 elektr kilometr yurgan, mashina urilmagan, 1 litrli ob'yom, ularda turbina mavjud emas. Benzinda harakatlanadi. Mashinaning narxi 8.990.000 dollardagi ekvivalentini ko'rib olishinglar mumkin bo'ladi. Kimga ma'qul bo'lsa, fikrini kommentariyada yozsin. Mana shunaqa Mint Spark azizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.